Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Ixris brokerda ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun video ostidagi kommentariyaga kirib, link ustiga bosamiz. Va bu yerda biz Ixrisning rasmiy saytiga o'tib oldik. Bu yerda Ixris bilan to'liq tanishib chiqishimiz mumkin. Biz bu yerda sariq katta tugma, ya'ni ro'yxatdan o'tish tugmasiga ustiga bosamiz. Va bu yerda biz kutib turamiz, sababi sayt bizning inson ekanligimizni tekshirib oladi. Bu bir necha daqiqa vaqt olishi mumkin. Xo'p, biz tekshiruvdan o'tdik. Bu yerda keyin qiladigan ishimiz bu hisob yaratish. Xo'p, bu yerda email manzilingiz degan joyga siz hozir ishlatayotgan email manzilingizni, ya'ni Gmailingizni kirgizasiz. Va bu yerda parol degan joyga esa kamida 8 ta va ko'pida 15 ta belgidan iborat va kamida bitta katta harf va kichkina harflardan iborat va kamida bitta raqam va kamida bitta maxsus belgi qatnashgan parol yaratasiz. Bu yerda misol qilib ko'rsataman. Masalan, shaxsiy katarda parol 8 va plyus. Mana shunaqa tarzda parol yaratasiz. Bu yerda barcha tugma yashilga aylanadi va pastdagi hamkor kodi degan joyga quyidagi kodni kiritsangiz, men bilan hamkorlik qilasiz. Ya'ni sizda kelajakda pul yuvish yoki depozit qilishda qanaqadir muammo bo'lsa yoki savdo qilishda qanaqadir muammo bo'lsa, bemalol menga bog'lanib, bu muammoni hal qilishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda pastdagi bittechkani bosamiz va bu yerda barchasini to'g'riligini tekshirib, pastdagi sariq, ya'ni davom etish tugmasiga bosamiz va bizni quyidagi hisobga olib o'tadi. Bu yerda biz emailimizni tasdiqlashimiz kerak. Emailingizga kiramiz va bu yerda bizga Ixrisdan kod kelgan bo'ladi. O'sha kodni quyidagi joyga kirgizamiz. Va bu yerda biz telefon raqamimizni kirgizishimiz kerak va bu yerda telefon raqamimni kiritib oldim va bu yerda telefon raqamingizni kiritib, barchasi to'g'ri bo'lsa, menga kod yuborilsa, o'sha tugmani ustiga bosasiz. Xo'p, bu yerda kod sizga SMS bo'lib borishi mumkin yoki WhatsApp yoki Telegramga verification codes bo'limida 6 xonali kod boradi. Va bu yerda menga hozir WhatsAppga kod keldi va bu kodni bu yerga joylaymiz. Va xo'p, biz muvaffaqiyatli Ixrisda ro'yxatdan o'tib oldik va bu yerda keyingi qiladigan ishimiz bu. Play Market yoki App Store'dan Ixrisning rasmiy ilovasini yuklab olamiz. Shu App Store yoki Play Marketga qidiruvga Ixris deb bosinglar chiqadi. Biz Ixris ilovasini yuklab olganimizdan so'ng Ixris ilovasiga kirib olamiz. Va bu yerda pastdagi kirish tugmasi ustiga bosamiz. Xo'p, bu yerda biz email manzilimizga saytda ro'yxatdan o'tgan email manzilimizni va parolimizni kirgizib olamiz. Bu yerga emailingiz va parolingiz. Va xo'p, men parolimni kirgizib oldim va bu yerda pastdagi kirish tugmasi ustiga bosamiz. Va bu yerda PIN kod o'rnatamiz. Bu o'zinglar xohlagan PIN kodni o'rnatishlar mumkin. Men misol tariqasida mana shu PIN kodni o'rnatdim. Va xo'p, biz muvaffaqiyatli Ixris ilovasiga kirib oldik. Bu yerda biz pastdagi profil tugmasi ustiga bosamiz. Va bu yerda ko'rib turganingizdek, hali biz shaxsimizni tasdiqlaganimiz yo'q. Buning uchun profil yakunlash tugmasi ustiga bosamiz. Va xo'p, bu yerda biz qiladigan ishimiz bu ID karta yoki pasportdagi ism familiyamizni to'liq qilib joylash kerak bu yerga. Va xo'p, bu yerda biz ism degan joyga ID kartadagi ismimizni, familiya degan joyga familiyamizni va bu yerda tug'ilgan sanangizni kirgizasiz. Bu yerda kun, oy va yil. E'tibor berishimiz kerak, yoshimiz 18 yoshdan katta bo'lishi kerak. Va bu yerda tug'ilgan mamlakatimizga O'zbekiston, O'zbekiston O harfi bilan boshlaymiz. O'zbekiston. Xo'p, bu yerda jinsingizni belgilaysiz.
va yashash vazirligingizga, masalan, eee, hozir yashayotgan xonadoningizning, va shahringizni yozib va raqamini yozib qo'yasiz va bu yerda barchasini tekshirib, agar barchasi to'g'ri bo'lsa, pastdagi davom etish tugmasi ustiga bosasiz. Va keyingi qiladigan ishimiz bu EXDIS so'rovnomasini to'ldirib chiqishimiz kerak. Bu yerda EXDIS bizga savollar beradi, o'sha savollarga javob berib chiqamiz. Xo'p, bu yerda men qilgandek barcha savollarga javob berib chiqishingiz kerak va men bu yerda video tezlashtiraman. Bemalol men qilgandek barcha savollarga javob berishingiz mumkin. Va xo'p, biz so'rovnomani yakunlaganimizdan so'ng bizning keyingi qiladigan ishimiz bu shaxsimizni tasdiqlashimiz kerak. Buning uchun biz ismingizni tekshiradigan joyga biz, ID kart yoki pasportdagi ismingizni to'liq katta harfda yoki kichik harfda xuddi ID kart yoki pasportdagidek, bu yerga joylaymiz va bu yerda "Ptichka"ni ustiga bosib, hujjatni yuborish tugmasiga bosamiz. Xo'p, bu yerda shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatni bergan mamlakat hududini tanlang. Bu yerda O'zbekiston tanlaymiz. Ikkinchisi bu shaxs tasdiqlovchi hujjatingizni tanlang. Masalan, bu yerda pasport, guvohnoma, ya'ni haydovchilik guvohnomasi, ID karta va yashash ruxsati bilan bu yerda shaxs tasdiqlash mumkin. Bu yerda biz ID kartani tanlaymiz. Masalan, pastga tushganimizda bu yerda hujjatning old tomoni va orqa tomonini yuklab, hujjatni yuborishni bosamiz. E'tibor beringlar, hujjat tiniq bo'lsin, rasmi. Bizning so'nggi qiladigan ishimiz bu, yashash joyi tasdiqlashimiz kerak. Buning uchun biz, MyGov.uz'dan yashash joyi bo'yicha ma'lumotni belgilab olishimiz kerak. Buning uchun biz OneIDdan, ro'yxatdan o'tgan bo'lishimiz kerak. Agar siz ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, logon va parolni terib OneIDga kirishingiz mumkin bemalol. Agar siz ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish tugmasiga ustiga bosib, bu yerda siz, JSHR ya'ni ID karta yoki pasportdagi 14 ta raqamni bu yerga kirgizasiz va pasport seriya va pasportning raqamini kirgizamiz va oxirida telefon raqamingizni kirgizib, SMS yuborish tugmasini ustiga bosasiz. Va sizga SMSda sizga logon va parol yuboriladi. Sizga, xo'p, login va parol yuboriladi. O'sha logon va paroldan foydalangan holda siz OneID ilovasiga yoki saytiga ro'yxatdan o'tib kirishingiz mumkin va bu yerda biz qiladigan ishimiz yashash joyini tasdiqlash. Buning uchun biz MyGov'ga kirib olamiz va bu yerda tepada qidiruvga yashash joyi ma'lumotnomasi deb izlaymiz. Yashash joyi mana birinchida chiqib turadi. O'sha tugma ustiga bosib, bu yerda xizmatdan foydalanish ustiga bosamiz. Va bu yerda OneID orqali kirish. Bu yerda biz ozgina kutib turamiz. Ozgina vaqt oladi bu. Va xo'p, bizda, ma'lumotnoma yukladi. Bu yerda yuklab olish tugmasi ustiga bosib yuklab olamiz. Va xo'p, sizga bu yerda men, EXDISda shot ochish va hisob turlarini ham tushuntirib o'tib ketaman. Buning uchun EXDIS ilovasiga kiramiz va tepadagi plus tugmasini ustiga bosamiz. Bu yerda bizda standart, shot mavjud. Standart cert. Bu yerda minimal depozit $10 va pro bu yerda minimal depozit $200, komissiya yo'q. Va to'rtinchisi bu rough spread, professionallar uchun minimal depozit $200 va oxiri zero. Bu ham professionallar uchun minimal depozit $200. O'zinglarga bu yerda keraklilarni tanlab bemalol, xohlagan shotinglarni ochsanglar bo'ladi. Va bu yerda biz tepada real yoki demo shot yaratishimiz mumkin. Va bu yerda biz eng qiziq tomonlaridan biri, bu yerda biz O'zbekiston so'mi, ya'ni USDda bemalol savdo qilishimiz mumkin. Mana bu yerda O'zbekiston so'mi mavjud.
va keyingisi bu maksimal kredit dastagi, ya'ni kredit yelkasi Pluto deydi. Bu yerda eng yuqori birga unlimited, ya'ni bu cheksiz Pluto degani. Va bu yerda platforma MetaTrader 4 yoki MetaTrader 5, bu yerda o'zingizga keraklilarni tanlab bemalol savdo qilsanglar bo'ladi va lekin xohlagan deklarni qo'yishlar mumkin bu yerga. Masalan, bu yerga xohlagan deklarni qo'yishlar mumkin o'zingizlar xohlagan. Va bu yerda davom etish tugmasini ustiga bosamiz. Xo'p, bu yerda savdo paroli o'rnatishimiz kerak, ya'ni shaxsiy parol. Parol masalan mana bunaqa shaklda shaxsiy parol 89 masalan pastki chiziqcha. Xuddi shunaqa qilib hisoblarsanglar bo'ladi. Va keyingi ko'rib chiqadigan ishimiz bu EXSga depozit qilish. Bu yerda depozit tugmasini ustiga bosib, pastdagisini ustiga bosamiz. Va bu yerda bizda juda ham ko'p depozit, ya'ni pul to'ldirish usullari mavjud. Bu yerda biz bemalol o'zi Humo, Uzcard va Visa, Mastercard yoki elektron yoki kriptoda depozit qilishingiz mumkin. Xo'p, agar siz bu yerda bank karta yoki tepadagi bank kartadan to'lov qilsanglar, birinchi marta pul yechib depozit qilib pul yechib olsanglar, tepada sizlarda tasdiqlangan bo'lib, bank kartada saqlab qoladi. Bu yerda bank karta ustiga bosamiz. Va bu yerda biz qiladigan ishimiz karta raqami degan joyga Visa, Mastercard kartamizning raqamini bu yerga kirgizamiz va karta egasining ismi, kartadagi ism familiyani kirgizamiz va bu yerda amal qildirish muddati va 3ta maxfiy parol, ya'ni CVV kodini bu yerga kiritamiz. Va bu yerda hisobga qaysi hisobga depozit qilmoqchi bo'lsak, o'sha hisobni tanlaymiz. Bu yerda USD, USD va yevro, ya'ni dollar va yevro deb depozit qilish mumkin. Bu yerda dollarni tanlaymiz. Minimal depozit $10 hisoblanadi. Ya'ni O'zbekiston so'mida bu где-то 120 so'm. Hammasi to'g'ri bo'lgandan so'ng biz davom etish tugmasini ustiga bosib bemalol depozit qilishimiz mumkin. Xo'p, IXDSdagi eng zo'r, ya'ni depozit qilish va pul yechib olishda eng top brokerlardan biri hisoblanadi. Ya'ni siz depozit qilish где-то bir 5 minut ichida amalga oshadi. Ya'ni hisobingizga pul 5 minut ichida tushadi. Va pulni yechib olish ham xuddi shunaqa, juda ham tez amalga oshadi. Agar siz birinchi depozit qilib birdan yechib olayotgan bo'lsangiz, bu refund hisoblanadi va sizga pul hisobingizga, ya'ni bank kartangizga 3 yoki 5 ish kunida 100% pul kelib tushadi. Bunga xavotir olish shart emas. Va e'tibor beringlar, bu yerda agar sizlar refund qilib yechsanglar, agar shunday savdo qilib yechsanglar, pul hisobinglarga, ya'ni bank kartalarga uzog'i 1 minut ichida tushadi. Eng yaqini bu 1 sekund. 1 sekund ichida bank kartalarga pul tushadi. Va IXDSda yana bir plyus tomoni bu, depozit qilishda ham, pul yechib olishda ham hech qanaqa komissiya olinmaydi. So'nggi qiladigan ishimiz bu IXDSda real shotni yoki demo shotni MetaTrader 5 ilovasiga ulashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun App Store yoki Play Marketda MetaTrader 5 ilovasini yuklab olamiz. Va o'sha MetaTrader 5 ilovasiga kirishimiz kerak. Va MetaTrader 5 ilovasiga kiramiz va bu yerda Add Trading Account tugmasini ustiga bosamiz. Xo'p, bu yerda biz IXDS ilovasiga qaytamiz. Bu yerda tafsilotlar bo'limiga bosib, sozlamalar ustiga bosamiz va bu yerda serverni o'zimiz nusxalab olamiz. Va bu yerda nusxani tashlaymiz va bu yerda IXDS chiqadi. Bu yerda serverni o'zimiznikiga to'g'irlab olamiz. Xo'p, bu yerda biz keyingi qiladigan ishimiz yana IXDSga qaytamiz va bu yerda loginni serverni tepasidagi loginni nusxalaymiz va MetaTrader 5 ilovasiga qaytamiz va tepadagi login degan joyga joylaymiz va pasport degan joyga biz shot o'chayotganimizda ya'ni yaratgan parolimizni bu yerga joylaymiz. Va xo'p, biz parolni yozib oldik. Bu yerda Save Passport ustiga bosib, login tugmasi ustiga bosamiz. Va biz IXDS real shotimizni MetaTrader 5 ilovasiga bog'lab oldik. Bu yerda biz endi bemalol savdolarni amalga oshirishimiz mumkin. Qidiruvga HUSD, ya'ni gold izlasak, bu yerda goldni chartimizga bemalol qo'shib, tillarda bemalol ishlashimiz mumkin. Xo'p, shu yerda videomiz o'z yakuniga yetdi. Video foydali bo'lsa, like bosing. Agar qanaqadir savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring.
yoki Telegramda o'zimga ham bemalol chiqishingiz mumkin.